Yaxshilar bo'lmasam boshladik. 16-variant. 16 juda zo'r savol chiqqan, e'tibor beringda. Umumiy ozuqaning massasi 1000 gramm bo'lgan. Undan beryapti 29% suv borligini, ya'ni mana 1100%, 29% qancha qilsangiz 290 gramm suv chiqadi. Uning ichida 1%, ya'ni 10 gramm tuz bor. Ikkalasini suv bilan tuzni massasi 300 gramm. Mana 1000 dan ayirib yuborsam, oqsilga, uglevodga, lipidga qancha qolyapti? 700 gramm. Keyin jumlani qarang mana. Organik moddalarning 12% lipid tashkil qiladi. Organik modda bizda 700 gramm, anorganik chiqarib yubordim. 12% zotan 84 gramm. Bu kim? Lipid. O'zi mana 700 dan mana 84 ni ayirib yuboradigan bo'lsam, oqsil bilan uglevodga 616 gramm massa qolyapti. Va bizga berib qo'ygan oqsil bilan uglevodning nisbatini 10 ga 1 bergan. Bittasini x desa 10x olsam, ikkalasini yig'in desa 11x bo'ladi. Va 616 ni mana 11 ga bo'lsam, mana 56 chiqadi. Demak, oqsil 56 gramm, uglevod 560 grammga teng bo'ladi. Eng oson usul mana energiyasini hisoblab qo'ydim. 56 ko'paygan 4/1 2296. Hop, 560 ko'paygan 4/1 229/6. Uzra mana ikkisi adashib qoldi. 2296 mana uniki, 229/6 buniki bo'ladi. Hop, keyin mana 84 grammni 9 uchun ko'paytirsam 781,2 kaloriya energiya ajralib chiqadi. Va ma'lumot shart aytyapti, normal holatda 1 kilogramm tana vazni uchun 1 soatda 1 kaloriya energiya sarflanadi. Aqliy mehnatda 1,5 barobar ortadi, 1,5 kaloriya, jismoniy mehnat bilan 3 barobar ortadi, 3 kaloriyaga teng bo'lar ekan. Endi 33 o'qing. Agar abituriyent 90 kilogramm vaznga ega bo'lsa, kun davomida 6 soat aqliy mehnat bilan shug'ullandi deyapti. O'zi aqliy mehnat 1,5 kaloriya, 1,5 dan 6 ga ko'paytirdim. Va 3 soat deyapti. Jismoniy mehnat bilan shug'ullangan deganmidi? Qani? 2 soat jismoniy mehnat bilan shug'ullangan. Jismoniy mehnat 3 kaloriya edi, 2 soatga ko'paytirsam 6 bo'lyapti. Endi umumiy mana 2 soatni qo'shsam 6 ga 2 8 soat bo'lyapti. 24 dan ayirib 16 soat qolgan normal holatda o'tgan 1 kaloriyadan sarflagan 16 ga bo'lsam 16. Endi buni hammasini qo'shib turib, ya'ni 1 kilogramm uchun topdim hozir. Mana 9, 6, 16 ni. Bizda bu vez 90 kilogrammni tashkil qilgan. Shuning uchun mana ularni yig'indisini 90 ga ko'paytirsam, mana yig'indi kelib chiqadi. 2790. 34-savolda. Endi bu safar 80 kilogramm bo'lib, 4 soat aqliy mehnat mana 1,5 4 ga, jismoniy mehnat bilan 5 soat va qolgan 5 4 9 24 dan 15 soat tinch o'tkazgan, bu 15 bo'ladi. Hammasini qo'shib turib, qo'shsam 36 kaloriya energiya bo'lyapti 1 kilogramm uchun 1 soatdagisi. Endi bizda mana buni hisoblaydigan bo'lsak, 24 soatdagi degan 1 soatdagi emas, 80 kilogramm vesiga ko'paytirsak 2880 ga teng bo'ladi. Ozuqa tarkibidagi oqsil, yog', uglevodning massa nisbatini so'rab qo'yibdi. E'tibor bersangiz, mana oqsil 56 gramm, lipid 84 chiqarib olgandek, uglevod 560. Buni nisbatlab oladigan bo'lsak, 1 1,5 10 nisbatga teng bo'ladi. 36-savol. Mana ikkinchi qon guruhli dedi. Ikkinchi qon guruhli belgiladim. Rezus musbat dedi. Mana rezus musbat dominant belgi bo'ladi, dominant belgiladim. Va qoni normal ibiy dedigani gemofiliyaga chalinmagan ayol. Gemofiliyaga chalinmaydi, ota-onasida ham kasallik kuzatilmaganligi uchun mana gomozgot oldim. Digeterozigotalik deganligi uchun mana ikkalasi shunday heterozigotalik qilib belgiladim. Va shu ayol 4-qon guruhli mana AB, rezus manfiy resessiv bo'ladigan kichkinasi va qoni evamaydi degani mana gemofiliyaga chalingan erkakka chapchitirildi. Shularning ichidan deb 2-qon guruhli avlod jam jinsini ham hisobga olgin deyapti. Necha xil fenotip turishadi? Chunki erkak bilan urg'ochi fenotip jihatdan bir-biridan farqlanadi yaxshilar. Endi hisoblaymiz, qarang. Ikkinchi qon guruhi mana undan charchtiradigan bo'lsak, mana buni mana A endi mana bilan o'sha ehtimollik bilan chiqadi xolos. O'z jamini A bilan A, mana bu bilan A bilan B, A bilan shu bilan mana A bilan 0, B bilan 0 bo'ladi. Jami endi necha xil bo'ladi desa, 4 xil qon guruhi bo'ladi. 4 xilning ichida A0 heterozigota. Mana aytaman 4 xil. A bilan A'ni gomozigotaligi bu yerda ham u ham 4 xil bo'ladi. Nimaga? Chunki mana unda charchlayotgan ehtimolligimdan o'g'il qiz bu bitta gameta beradi, bu ikkita gameta beradi. Shuning uchun 2 xil. Hammasi mana heterozigotalik, gomozigotalik. Heterozigota, gomozigota qiz yoki o'g'ilda ehtimolligini qo'yganman. C bo'yicha ham heterozigotalik, gomozigotalik, hammasi ehtimoliy. Demak, A0 bo'yicha heterozigotalikisi 4 xilni tashkil qilgan bo'lsa, bu joyida hop, A bo'yicha ham heterozigotalik 4 xil bo'ladi. Shunda jami 8 xil bo'ladi. Mana yozish esimdan chiqib qoldi. 8 xilga teng bo'ladi. 37-savolga diqqat qilasiz. Ikkita to'lqinsimon boshqasini o'qib o'tibman shekilli. Mana hayvon somati hujayrasiga qarang, juda chiroyli savol chiqqan. Hujayrasi mitoxondriyada parchalangan sut kislota. O'zi to'la parchalangan glyukozani Y mol belgilasak, undan chiqqan sut 2Y bo'ladi. Shunimiz deyapti. Umumiy sitoplazmada parchalangan glyukoza, chala ham, to'la ham birinchi sitoplazmada parchalanadi.
Shuning uchun x mol va y moldan 2 molga ko'pligini uchun mana bunga 2 ni qo'shib bersam bunga tenglashadi degan. Bu tenglamani soddalashtirsak y imiz teng x plus 2 ga teng bo'ladi. Endi yana ma'lumot sharti aytyapti. Issiqlik energiyasining yig'indisini bergan. 120 chaladan to'ladan 1280 bo'ladi. Yig'indisi 9560 ga teng bo'lgan. Endi mana bu y ni o'rniga mana x plus 2 ni qo'yaman. Ya'ni mana 1280 ni o'rniga ko'paytirib qo'ysam, mana 1280 x plus 2560 ga teng bo'ladi. Bundan x olsam x'im 5 ga teng bo'ladi. Mana bu joyda mana y'imiz x plus 2 ga teng bo'lgan, x'imiz 5, demak y'imiz 7 ga teng bo'ladi. Qolgan ikkinchi sharti mana bu joyi mana. Hop, 9120 kilojoulni berayotgan joyi sizga chalg'itishga beryapti xolos. Ya'ni mana tenglamani yozib 122 plus 1280 ATS to'plangan 80 x plus 1520 y 9160 qilsang tenglama butunli sonda chiqib ketadi. Shuni qilasanmi, yo'qmi degan miqdorda sizni chalg'itmoqchi bo'lyapti. Unga chalg'itmasligimiz kerak. Xo'p, endi so'roq ko'targan bo'lsak, e'tibor beraylik. Sitoplazmada parchalanmay qolgan sut kislotani oksidlash uchun sarflangan kislorod va ADF o'zi 5 mol chalaydi. Uni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, voy, telefondan kelaveradi. 10 mol sut kislota chala bo'ladi. Uni har birini yoqishga 6 moldan kislorod ketadi. Shuning uchun 6 ga ko'paytirsam 60 mol buni yoqishga ketyapti. Endi bunga har birida mana mitoxondriyada 1 mol parchalanganda o'zi 36 ta ketardi. Ashta adashib ketibdi sevgiliga. 2 moliga 36 ta ketardi. 2 moliga 36 ta ketarmidi? Shunda 1 moliga 18 bo'lish kerak, to'g'ri. Xo'p, mana bu yerda 36 emas yaxshilar. 10 ni 18 ga ko'paytirar ekanmiz. Shunda 360 emas, bu 180 bo'ladi. 180 bilan mana yerdagi ikkisining yig'indisini qo'shadigan bo'lsam, 180 plus 60 ni qo'shsam, buni yig'indisi nechaga teng bo'ladi? 240 ga teng bo'ladi. Mana bu 240 bo'lish kerak yig'indi. 240. Hop, shuni ayirmasi nima beryapti? Qani? Xo'sh, nimadan ayirmasi edi? ADF molekulalari soni, mitoxondriya sintezining ATF miqdori. Mitoxondriyamiz o'zi 7 mol to'la bo'lgan, 36 ko'paysam 252 ta bo'lgan. 252 dan mana bu joydagi 180 plus 60 240 ta ayirib oladigan bo'lsak, 252 minus 240 farqimiz 12 ni beradi degan. Adashmoqchilik bo'lib qopti mana shu joyda texnik sabablar bilan. Kechirib turasizlar endi. 38. Ma'lum vaqt ichida to'liq parchalandi. Fotosintez hisobiga sintezlangan ATF molekulasi 6708 ga teng bo'ladi degan ma'lumotni beryapti. Qarang, 1 mol bo'yicha ketaman. 1 mol glyukoza to'liq parchalangan sitoplazmadan 2 ta, mitoxondriyadan 36, 36 ni 30 ga ko'paytirsam xloroplastdan 1080 ta bo'ladi. Bizda shuni umumiy yig'indisi deganligi uchun mana umumiy yig'indi 1118 1 mol qoidasi bo'yicha. Demak, mana 6708 ta hammasi yig'indisiga teng bo'lgan. Shuning uchun 6708 ni 1 mol yig'indisiga bo'lib yuborsam, 6 mol glyukozamiz to'liq parchalanganligini bilib olsam bo'laveradi. Endi shu joyda aytadi, aerob sintezlangan ATF, shuning uchun 6 ni 36 ga ko'paytirdim 216. Necha mol glyukoza, ya'ni necha gramm glyukozaga yetadi? 1 moliga 18 ketardi, buni 18 ga bo'lsam 12 mol glyukoza bo'ladi. Massasiga ko'paytirsam 2160 ga teng bo'ladi. 39 ga e'tibor bering. Xo'p, olchani beryapti. Mana olchani 2 ni 32, tog' olchaniki 2 bo'ladi. Olchadan olyapmiz biz markaziy hujayra, shuning uchun 32 ni olyapman. Tog'olchadan chang, ya'ni spermiy olyapman. Spermiy to'plami n bo'ladi. Shuning uchun mana bu joyda mana spermiyni olib keladigan bo'lsam, 16 qo'shib beribman. Nech qo'shib beribman? Endosperm hujayrasi deb. Tog'olchadan chang donasi. Bu ham xato ketibdi. Tog'olchani 2 ni 16 bo'lsa, bundan 8 qo'shishimiz kerak edi menda, yaxshilar. Hozir to'g'rilaymiz buni. Xo'sh, qani. O'rtoqlar, mana shu joyda yana ozgina xato ketib qolibdi, qarang. Hop, olchadan men nimani olayotgandim desa, olchadan markaziy hujayrani olganligim uchun 32 oldim. Tog'olchadan spermiy olishim kerak edi, men 2 ni qo'yibman. Mana bu joy 16 emas, nechiga teng bo'lish kerak esa, bu joyi 8 ga teng bo'lish kerak. Ya'ni nechi? 8 ga teng bo'ladi. Shunda 32 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak, mana bu yig'inda nechiga teng bo'ladi desa, bu 40 ga teng bo'ladi. Bu 40. Xo'p, keyin qolgani. Turiblik ham 18, karamlik ham 18 bo'ladi. Ikkalasini murtaga deganlik uchun bundan n oldim, jami yig'indi 18. Bu B yig'indi. Va herbatsium bilan barbadanzin beradi. Herbatsium 2 ni 26 ga teng bo'ladi, barbadanziyada 2 ni 52 ga teng bo'ladi. Hop, ikkalasini qarang, nima olyapmiz? Mana bundan markaziy hujayra olyapman 26. Mana undan chang olaman, chang teng yarmi 26 ga. Ikkalasini qo'shsam 52 ga teng bo'ladi. Bu C bo'ladi.
Bizda masala shartida aytganki, mana bu hisoblangan. Ya'ni bni S'ga ko'paytirdim mana. Bni S'ga 52, mana bu yerda 48 yig'indimiz endi 48 emas, nechaga aylanganda 40 ga aylanganmidi? Mana 40 deb hisoblaymizda. Hop, 18 ni ko'paytiraman 52 ga 936 chiqadi. Buni bo'lib yuboraman keyin 40 ga. Shunda mana bu farqi nechaga teng bo'lar ekan desa 230 23 butun yoz butun 4 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Agar tushunmagan bo'lsangiz dars mobaynida so'rasangiz bo'laveradi. Endi keyingisini o'qing. DNKning birinchi zanjirida sintez nukleotidlarining 60% joylashgan. Mana birinchi zanjir desak, birinchi zanjir, bu ikki zanjir. Umumiy sintezining 60% 0.6 Y, birinchi zanjirda, qolgan 0.4 Y bu zanjirda. Shunda yig'indisi bittasi Y yo guaninning ham yig'indisi Y, sintezining yig'indisi ham Y ga teng bo'ladi. Ikkinchi zanjirda timinni 3 dan 1 degan, ikkinchi zanjirda mana timinni 3x belgilasam, x ikkinchi zanjirda, qolgan 2x birinchi zanjir. Shunda mana ikkisining yig'indisi 3x dan bo'lyapti. Vodorod bog'i bilan nukleotid nisbatini beryapti. Qarang. Hop, mana bu nukleotid 6x, mana 3x bu tarafda, 3x bu tarafda, y bu tarafda, y bu tarafda. 6x + 2y bu nukleotid. Bunga mana guaninni soni, ya'ni guanin mana tarafdan 0.4, mana tarafdan 0.6 qo'shsam y bo'ladi. Mana umumiy nukleotidga mana guaninni qo'shib qo'yganim bu vodorod bog'ini beradi. Nisbati 1,5 ga 1,2 ga teng bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bu y'imiz 3x ga tengligini ifodalab beradi. Uzunligini bergan 408 midi? 408 nanometr. 408 ni 0.17 ga bo'lsam, umumiy 2400 nukleotid bo'lyapti. 2400 mana umumiy nukleotidga tenglab, mana bu yerda mana x ni mana y ni o'rniga qo'yib turib tenglamani hisoblaydigan bo'lsam, x 200, y 600 ga teng bo'ladi. Keyin ma'lumot sharti aytyapti, mana qarang, A1, C2, T1, G2 deb topyapti. Ben de hammasini x, y belgilab olganman. Misoldan birinchisi A1. Mana bu A1 holatda bu x ga teng bo'lgan, x 200, mana 200 ta son. C2 deyapti. C2miz qani? Mana bu joyda C2 0.4 y, y'imiz 600, 600 ni 0.4 ga ko'paytirsam, mana 240 ta. T1imiz mana bu tarafda 2x bo'lgan, x'imiz 200 bo'lgan, shuning uchun 400. G2miz mana bu joyda. Umumiy y dan mana 600 dan mana 240 ta ayirib olganimiz bu 360 ga teng bo'ladi. Hammasini nisbatlab qo'yadigan bo'lsak, 1, 1.2, 2, 1.8 nisbatga teng bo'lar ekan.